miya quvvati tushib yursa, insult bo'lib qoladi. Odamning miyasining quvvati yuqori bo'lib tursa, keraklicha bo'lib tursa, miya quvvatini oshirish uchun nima qilishimiz kerak? Miya quvvati tushib yursa, insult bo'lib qoladimi, falaj bo'lib qoladimi? Mana shu haqida bugun sizlarga ma'lumot beraman. Juda ham muhim mavzu. Nima qilsak biz o'sha miyaning quvvatini oshiramiz? Qanday mahsulotlar iste'mol qilishimiz kerak? Nimalar bu birinchi boshqa sizlarga bugun tushuntiradigan narsam miyaning qurilish materiallari quvvatini oshirish uchun nimalar qilishimiz kerak. Agar sizlarning miyalaring quvvati batareyasi, misol uchun odamning telefon batareyasi 100 bo'lib yursa qanday bo'ladi? Kun davomida o'sha batareya bilan bemalol ish qilsanglar, odamda ham xuddi shunday. Odamning miyasining quvvati yuqori bo'lib tursa, keraklicha bo'lib tursa, odam bemalol ishdan charchamaydi. Qachonki quvvat tushib ketadi, o'sha charchash bo'ladi, lanch bo'ladi, holsizlik bo'ladi, uyquchanlik bo'ladi, ish yoqmas bo'ladi yoki qo'llarda, oyoqlarda falajlikkacha olib kelish holatlarigacha olib keladi. Misol uchun insultlarda nima uchun qo'l ishlamay qoladi, oyoq ishlamay qoladi? Kanalimizni kuzatib borsangiz, ertaga xudo xolasa bitta bemorda quvvat tushib ketgandan keyin insult bo'lib qolgan, nima uchun bo'lib qolgan? Shu haqida kanalga ham joylashtiraman. Assalomu alaykum. Layklar bosib qo'yinglar. Savollar bo'lsa yo'llayveringlar. Savollaringizga javob berib o'tamiz. Miya quvvatini oshirish uchun nimalar qilishimiz kerak? Biz o'zi to'g'ri qilyapmizmi? Hozirgi kunda o'sha informatsiyalar ko'payib ketdi. Har xil informatsiyalar chiqib boryapti yoki bo'lsa har xil taomlar chiqib boryapti. Bular o'zi to'g'ri qilyapmizmi yoki bo'lsa to'g'ri iste'mol qilyapmizmi? Bizlar o'sha yeyotgan mahsulotlarimiz yoki qilayotgan ishimiz miyamizga nagruska bermayaptimi? Miya faoliyatimiz yaxshi ishlayaptimi? Shu haqida sizlarga tushuncha beramiz. Umuman olganda bugun sizlar shu narsani bilib olasizlar. Agar mana shu narsani qilsalaring bugun, mana shu eshitgandan keyin efirning oxirigacha eshitdim, shu narsani qilsalaring, o'zlaring sog'lom yursa, kecha bittasi yozib yubordi, mana tushuntirib bergandim. Qanaqa kasalliklardan qutulish sirlari haqida ma'lumot bersam, ko'pchilik qilyapti, o'sha telefon ham qilyapti, maslahat ham olyapti. O'zgarish sezyapti. Albatta o'zgarish sezadi, albatta sezadi. Chunki bizning hayotimiz o'zi noto'g'ri nimaga o'zgarib ketdi. Layklar bosib qo'yinglar. O'zi hayot tarzi o'zi to'g'ri bo'lmay qoldi. Har xil pala-partish bo'lib ketdi. Bunga bizning miyamiz dosh bermayapti. Miya quvvati tushib ketyapti. Oddiygina savol. Mana telefonning batareyasi. Bir xil telefonlar 3 kunlab ishlaydi, bir xillar 10 kunlab ishlaydi. Bir xil deyman 1 soatga bormaydi. Nimaga? Uning quvvati bilan bog'liq. Odamda ham xuddi shunday. Misol uchun kun davomida har xil narsalarni ko'rsa yoki bo'lsa telefonlarni kun davomida ishlasa, tez quvvat tushib ketadi. Odamda ham xuddi shunday. Agar odamga to'g'ri miyasini boshqarmasa, to'g'ri energiya bermasa, to'g'ri oziqalar bermasa, quvvat tushib ketadi. Quvvat tushgandan keyin nima bo'ladi? Men boya aytgandek, o'sha charchash, holsizlik, lanjlik, uyquchanlik, ish yoqmas bo'lib qoladi. Yoki bo'lsa hamma yeri og'riydi, qo'l oyoqlarda og'riq, surunkali og'riq, uxlasa ham, uxlab dam olsa ham borku, og'riqlar ketmaydi. Sababi o'sha quvvat tushib ketganining hisobiga. Miya quvvati past. Shuning hisobiga bo'lyapti. Nima uchun toliqish bo'lyapti? Mana savolimiz yo'llabdi. Qo'l oyog'im toliqib ketadi, tez-tez uvushadi. Buning sababini ham o'sha miyaning quvvati tushib ketgan bilan sizlarga bog'lab tushuntirib beramiz. Xo'p, ketdik. Sekin-sekin o'sha bittalab tushuntirib o'sham. Miya bu katta energiya manbai, mana katta IT manbai. Masalan, oddiygina aytgan quvvat manbaida generator deb oladigan bo'lsak, u generator ishlash uchun, miya bizda ishlash uchun, doimiy quvvat olib turish uchun, doimiy ish faoliyatini ta'minlab turish uchun bizga kislorod bilan glyukoza kerak. Kislorod bilan uglevod kerak. Miya mana shu ikkita oziqa, ya'ni kislorod va glyukoza bilan doimiy ishlab turadi. O'sha miyadagi neyronlardan, hujayralardan doimiy toklar, elektrodlar o'tib tanamizga yetkazib berib turadi. Qo'l oyoqlarimizga yetkazib turadi. Layklarni bosib qo'yinglar. Boshqalar ham bu ma'lumotimizdan bahramand olsin, boshqalar ham yetib borsin, foydalansin. Quvvat manbai, miya katta quvvat manbaidan iborat. Unda ikkita muhim narsa kislorod bilan nimani glyukozani aytdim. Mana shu yetarlicha miyada borib tursa, yetarlicha sintezlanib tursa, bular o'sha organizmda tinimsiz 24 soat nima qilib turadi? Ish faoliyatini ta'minlab turadi. Ya'ni
miyani ishlatib turadigan, quvvatini oshirib turadigan manbalarning ikkitasi. Mana shu ikkitasi yetarlicha bo'lsa, qolgan narsalar ham sintezlanib boshlaydi. O'sha boyagi miyadan ketadigan elektr qo'l oyoqqa boruvchi, o'sha ishtahani ochuvchi, ichak faoliyatini yaxshilovchi, quvvatni oshiruvchi yoki bo'lmasa barcha faoliyatimizni ta'minlab turadigan markazlarga impuls yetkazib beradi. Mana impuls yetkazib bergandan keyin o'sha odam tetik kun davomida ishlab beradi. Bizlar nima qilishimiz kerak? Birinchi qurilish materiali, o'sha miyaning qurilish materiallari bo'lgan manbalarni bizlar kerakcha yetkazib berishimiz kerak. Nimalar kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda sog'lom yog'lar. Yog'lar o'ta muhim. O'sha miyaning quvvatida, miya faoliyatini yaxshi ishlashda, neyronlarda va ulardan impuls o'tkazayotganda ham yog'lar juda kerakli nimadan bittasi. Birinchi o'rinda nimalar ustini qoplab turgan nimalar? O'shani himoya qilib turadi. Shuning uchun birinchi o'rinda baliq mahsulotlari ko'p iste'mol qilish kerak va bu o'sha qurilish material. Oddiy misol uchun uy qurish uchun unga g'isht kerak yoki bo'lsa sement kerak. Mana shunday miyamizning faoliyati yaxshi ishlab turishi uchun unga albatta yog'lar kerak bo'ladi. Yog'lar o'sha miya hujayralarini tiklab berib turadi. Undan keyingisi nima kerak? Undan keyingisi ikkinchi yog'. Birinchisi omega 3. Omega 3 baliq yog'i eng muhim yog'lardan bittasi. Bu iste'molni doimiy iste'mol qilib turish kerak. Doimiy iste'mol qilib, kamida haftada 2 marta iste'mol qilsa ham o'sha miyalaringning neyron hujayralarini tiklab beradi. Neyron hujayralar tiklandi degani bu tanaga, organizmga to'liq impuls keltirgan. Mana shu bilan mana misol uchun o'sha yog'lar keraklicha miyaga yetib bormasa ham borki, boya aytayotgan holatlar kuchayib boraveradi. Ich qotish ham olib kelish mumkin, miya faoliyati susayib ketadi, charchash, holsizlik shulargacha ham olib keladi. Undan keyingisi avokado va zaytun yog'i. Bu zaytun nima degani? Bular zaytun yog'i organizmga tushgandan keyin miyaga qon borishini ko'paytiradi. Qon bilan birga oziqalar yaxshi bo'lyapti, glyukoz va uglevod bo'lyapti. Bular nima qilib beradi? Bular o'sha miyamizning ishlashini yaxshilab beradi. Miya ishladimi? Miya ishlagandan keyin boya men aytayotgan faoliyatlar hammasi sekin-sekin orqaga qaytadi. Yaxshilanib boshlaysiz. Keyingisi tuxum sarig'i. Tuxum sarig'i o'sha eng trani yaxshilaydi. Impulslar, neyromediatorlar deymiz. Impulslar o'tishini yaxshilab beradi. Mana bu birinchi o'rinda miyaga strukturasi, oziqasi, mana uy qurish uchun kerak bo'lgan mahsulot deganda miyaning mahsulotlari, bular miya quvvatini oshirish uchun, miyani uyg'otish uchun, sizlar ertaga kasal bo'lmasliklari uchun miya faoliyatini oshirib turish uchun mana shu mahsulotlar kelgan. Bitta bemor keldi bugun. Bemor kelgandan keyin bugun ular bilan suhbat qildikda juda ham tushkun kayfiyat, qo'rquv, vahima, lanjlik, shuning hisobiga ich qotishga olib keladi. Ich qotishi ko'p kuzatiladi, ich qotishi bo'ladi. Doimiy charchaydi, bo'g'imlari og'riydi. Bo'ladigan bo'lmaydigan narsaga asab buzilib ketadi, jahldor bo'lib ketadi. Bunda nima bo'lgan? O'sha miya strukturasi va miyadagi quvvat manbai buzilgan. Agar o'shalar miya quvvat manbaini to'g'rilab, miya strukturasini yaxshilaganda mana shu holatlargacha olib kelmasdi. Shuning uchun sizlarda ham ko'plab faoliyatlar, mana shu ich qotishlaring yoki bo'g'imlaring, og'riqlar, charchashlar, holsizliklar, kelib ishdan kelasizlar, uxlaysizlar va uxlagandan keyin ham dam olmaganday bo'lishlaring o'sha miyaning faoliyati bilan bog'liqligini bilarmisizlar? Mana bu miyaning faoliyatiga juda katta ahamiyatga ega. Xo'p, bu birinchi o'rinda miyaning strukturasini ta'minlab beradigan narsalar, bular o'sha yog'lar. Yog'larda ham to'g'ri yog'lar. Mana miya uchun kerakli bo'lgan yog', hozir aytgan omega 3 esdan chiqmasin, zaytun yoki avokado yog'lari, tuxum sarig'i. Keyin yana bitta narsa sariyog'. Oddiy yog'lardan boshqa yog'lar mumkinmi, mumkin emasmi degan savol tug'iladi. Qanday yog'lar qo'shimcha? Sariyog', oddiy sariyog' nimadan qattiqdan ziyoddan sariyog'lar mumkin. Nimadagi emas, trans yog'larimiz, ona moyi, boya do'kondagi, bozorda har xil sariyog'lar chiqib ketgan. Ular nabrot ziyon.
miya quvvatini tushirib yuboradi. U haqida ham gapiraman. Nimada pishgan, mana oddiy sut qatiqdan ajratib olgan sariyog', tabiiy mahsulot, sariyog'. O'sha mahsulot yeyish kerak. O'shalar juda muhim. Yog'lardan keyin yana paxta yog'i dudlangani yoki qo'yning dummasi, charv emas, dummasi mana shu qo'shimcha yog' sifatida iste'mol qilingan bo'ladi. Eng muhimi miya uchun keraklisi mana boya aytganimdek yuqoridagi omega 3 baliq yog'i, keyin zaytun yog'i, avokado yog'i juda ham o'ta muhim bo'lgan yog'lardan. Miyalarning faoliyati zo'r ishlash uchun, miya neyronlari zo'r ishlashi, miyani tiklash uchun zo'r yordam beradi. Misol uchun miyasi tiklanmagan qancha insonlar bor, insult olganlar qancha bor, qo'l oyoq ishlamayotgan qancha bor, yoki bo'lsa o'sha falaj insonlar qancha bor, o'sha charchab, lanj bo'lib yotgan insonlar qancha bor, buni kuzatayotgan oramizda ham bordir. Bularda mana shu miyaning struktura bazalari so'lib qolgan, uxlab qolgan. Materiallarni yaxshilab olib borsak, o'zi miya sintezlab oladi, tiklab oladi. Undan keyingisi nima? Eng muhimi birinchi bosqichda o'sha yog'lar qurilish materialini aytdik. Endi ikkinchisi uglevodlar bizda energiya beradigan. Boya aytayotganim yog'lar energiya bermaydi. Yog'lar to'g'ri oziqa va boshqa bo'lib turadi. Ular struktura qurilish materiallarini ta'minlab beradi. Endi bizga energiya beradi. Eng asosiy qismiga o'tyapmiz. Energiyani nima qilib beradi? Bizlar kun davomida energiyachi o'sha batareyalarimiz xuddi telefondagidek 100% bo'lib turish uchun, doim energiyasini bo'lib turish uchun nima qilish kerak? Murakkab uglevodlar degan ma'no mahsulotlar, uglevodlar. O'sha narsani iste'mol qilib turishimiz kerak. Buning uchun o'sha glyukoza, uglevod degani o'sha glyukozalar. Glyukoza ko'pchilikcha shirinliklar, to'g'ri uning tarkibida ham shirinlik bor. Lekin murakkabda to'planmaydigan, rezerv sifatida to'planmaydigan uglevodlarni tanlashlaring kerak. Ya'ni shirinliklar, mana umuman olganda shirin narsalar, glyukozalarni tanlash kerak. Nima qilish kerak? Nima uchun shakarni yoki bo'lsa sun'iy yaratgan shakar, novot, shokolad o'zim shokoladlar, rangli suvlar ichida ham shakar bor, glyukoza. Ular yoki bo'lsa kola, Pepsi, Fanta nima uchun mumkin emas? Bular miyaga bomba sifatida ishtilari miya birdan ochiladi. Miyaga birdan katta miqdorda glyukoza boradi. Miya birdan ochilib, birdan kuch kirdida 1 soatdan keyin riski depressiya bo'ladi. Miya quvvat tushib ketadi. Miya quvvat tushib ketgandan keyin lanjlik, holsizlik ko'payadi. Yana shirinlik yegilaring, yana kola, Pepsi, yana energetik ichkilaring kiradi. Keyin nima bo'ladi? Sekin 1 yil, 2 yilda asta-asta miya quvvati ko'tarib tushib, insult ko'payadi, surunkali charchash ko'payadi, depressiya ko'payadi, tushkunlik ko'payadi, surunkali ich qotish ko'payadi, ishlaring hazm bo'lish qiyin bo'ladi, muammolar ichaklarda, oshqozon ichakda muammolar ko'payadi. Nima kelib chiqish sababi? Sababi o'zimizdan ekan, o'zimiz buni bilmaymiz. Murakkab uglevodlardan nima? Grechka, suli yormasi, mana jigarrang guruchlar yoki bo'lsa mana bular tabiiy mahsulotlar, murakkab uglevodlar bor. Bular organizmga tushgandan keyin sekin parchalanadi. Hazm bo'lishi yaxshi bo'lgan mahsulotlar va sekin miyaga bir xil keraklicha uglevod yetkazib beradi. Shakardan farqini tushundingmi? Yoki bo'lsa o'sha energetiklardan, yoki bo'lsa o'sha shirinliklardan, shokoladlardan farqi nimada ekan? Farqi bular sekin boradi. Sekin kun davomida yoqib turadi. Mana oddiygina misol uchun kun davomida olov berib turadi. 24 soat olov berib turadi bular. Mana grechka, suv yormasi davomida miyalarimiz yaxshilab turadi. Yoki bo'lsa odam bitta miya faoliyatiga emas bu. Ichaklaring yaxshi bo'ladi, hazm qilishlaring yaxshi bo'ladi, yoki bo'lmasa boshqa qismlar yaxshi ish faoliyatini ta'minlab turadi. Undan keyingisi nima? Undan keyingi mahsulotlar o'sha eng zo'r ta'minlab beradigan narsalar, o'sha miyadagi o'tkazuvchi funksiyani ta'minlash uchun kerak bo'ladigan narsalar. Lekin qilmaymiz, qilmaganimiz hisobiga kun davomida charchash, holsizlik, lanjlik bo'laveradi. Yoki bo'lsa ish qobiliyatimiz tushib ketaveradi. Bu eng muhimi suv yetkazib beradi. Suvlardan ham misol uchun kun davomida ko'k choy iste'mol qilinglar. Suv doimiy suv emas, suvdan tashqari ko'k choy iste'mol qilinglar.
ko'k choyda L-tinin degan modda bor. L-tinin degan modda bor. Bu moddalar o'sha aminokislotalar miyani tinchlantiradi, rohat beradi. Miyaga rohat bergandan keyin quvvatini tiklashga yordam beradi ko'k choyning tarkibida. Mana shu mahsulotlarni iste'mol qilinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlarda, buni qiladigan har bir kishi qilsa-da, lekin qilmaymiz. Bu sekin boya aytayotganda holatlargacha olib keladi. Boya yana gapirib o'tishimiz mumkin, o'sha ich qotishgacha mumkin, charchashga ham olib ketadi. Butun tanalaringda bo'g'imlaring og'riydi, o'sha yuraklaring sanchiq beradi, ish unumlaring tushib ketadi. Uxlab turganingdan keyin ham dam olganday bo'lmaysizlar. Nimalar yo'qolib ketadi. Eng muhimi undan keyingisi yoqilg'i manbalarini, o'sha miyaga kerakli bo'lgan hujayrani shunday bloklab tashlaydigan narsalar bor. Eng keraklisi bloklab, o'sha to'xtatadi, miyani ishlatmay tashlaydigan mahsulotlar bor. Miyani ishlatmay tashlaydigan mahsulotlar qaysilar bo'ladi? Trans yog'lari. Trans yog'lari qaysilar? Bular o'sha margarin, fast foodlar, chipslar yoki bo'lmasa o'sha har xil mahsulotlar ko'chada tayyorlangan tez pishuvchi mahsulotlar borki, bular trans yog'lari bor tarkibida. Eng muhim borki, bular o'ziga tortadi odamni. Ko'chaga borib lavash yegandan keyin yana lavash yegilarnikilar. Yoki bo'lsa shoshib turibsizlarda, shoshib tursa, shu bitta lavash yeb olayin, nima bo'ladi? Bular trans yog'i miya ishlashlarini to'xtatib tashlaydi. Bu mahsulotlarni iste'mol qilgandan ham umrni qisqartiradi, ham miya faoliyatini susaytirib tashlaydi. Bu trans yog'lari degan narsa o'sha miya strukturasini aytib o'tdim-ku. Ular sekin o'sha tiklanishini pasaytirib yuboradi. U tiklanish pasaydimi? Odamzod asta-asta cho'kib boshlaydi. Shuning uchun ana ko'p lavash degan, ko'p chipslar yoki bo'lsa o'ziga tortadigan mahsulotlar yetgan narsalar borki, yeydigan odamlardan so'rasang, kun davomida charchaydi. Holsiz bilan lanj bilan kun davomida soat kechasi 9-10 da uxlab, kechasi 2-3 da uxlab, ertalab 10-11 da turadi. Ularning ish faoliyati emas, o'sha miyasi, o'sha strukturasi buzilib bo'lgan. Tartibga kelmas ekan, to'g'ri hayot tarziga amal qilmas ekan borki, erta o'lim holati bo'lishi mumkin. Erta boyagi sog'lom turmush erta deydi nogironlikka olib kelishi mumkin. Erta kasalliklar rivojlanishi mumkin. Nima uchun yoshlarda insult ko'payib ketdi? Nima uchun sahr ko'payib ketdi? Nima uchun ich qotish ko'payib ketdi? Nima uchun yosh bolalarda yoki bo'lsa yoshlarda 20-30 yoshda ich qotib yuradi? Nima sababdan? Mana shuning hammasini tagida negizda mana biz hozir aytib berganim ovqatlanish to'g'ri emas. Ovqatlanish to'g'ri bo'lmaganda miyada quvvat bo'lmaydi. Miya organizmga impuls jo'natmaydi. Shuning uchun ich qotadi, shuning uchun charchaydi, shuning uchun holsiz bo'ladi, shuning uchun uyqu bosadi. Shu bo'ldimi? Keyin sekin tushkunlikka tushib, quvvati pasayib boshlaydi. Ikkinchisi, sun'iy shakarlar yoki bo'lsa energetiklar. Bularni necha marta gapirib o'tyapti, lekin barim e'tibor qilmaydi. Nima uchun bu shirinliklar, yaratilgan shirinliklar bu biz uchun ziyon. Mana hozir aytib o'tamiz, miya bu energiya manbayimiz. Bu shirinlik yedilaringmi, organizmga tushdimi? 1 soat ichida yarim soat 30 minut 1 soat ichida miyaga shunday yetib boradi, glyukoza bomba portlaydi, miya birdan uyg'onadi. Xuddi borki, ana qorong'i joyga borki, bitta suvni yoqqanda yorilib atrof shunday yorishib ketadi-ku. Miyam xuddi shunday yorishdan taniq bo'lib qoladi, energetik bo'lib boradi. Keyin nima bo'ladi? Keyin sekin tez so'nadi, tez yonib ketadi. Xuddi ana gugurtni qorong'ida yoqib, yonganda keyin sirazi o'chadi-ku, odam ham shunday bo'ladi. Tez o'chirmanglar miyani. Tez yondirib, tez o'chiruvchi mahsulotlar, shirinliklar, o'sha shirinliklar energiyalar tez yoqadi, tez o'chiradi-da, keyin sekin tushib ketib qoladi. Buning hisobiga o'sha insult olib keladi. Insult infarkt bo'lib qoladi. Mana yaqinda bir praktikamda bo'ldi. Bundan gidetda bir 10 kun oldin bitta yoshroq bo'lgan, yoshi ham 30 dan oshib 40 dan yaqin bo'lgan, 45 larda bo'lgandir. Yo, 39-40 larda bo'lgandir yoshi. Bularda o'sha surunkali nima bo'lgan? O'sha shirinlikni juda ham ayol kishi, shirinlik juda ham yaxshi ko'rgan, boya kola, pepsilarni uraverganda nima bo'lgan?
Bo'lgandan keyin sahr bo'lib qolgan, sahrning iziga insult olib qolgan. Yoshda, yosh. Ko'ryapsizlarmi? Yosh. Insult olgan. Insult miyasi shunday ko'ryapti, g'uldirab gapiryapti. Tili nutqi yaxshi emas, sekin qo'llar uvish boshlaganda yosh, bunisi bolalari hali uylantirmagan, odam qilmagan, nima qilmagan. Ko'ryapsizlarmi? Bunga sabab mana ba'zida davlinasi ham baland bo'ladi. Sahr qondagi glyukoza baland bo'lib yurgan, shirinlik yegan hisobi, kami energiyasini ichavergan, insult olib qolgan. Bu degan yosh holda borki, 40 ga bormay insult olib yoki nogiron bo'lib qolish kerak emas. 100 ga kirsa bo'ladi. Kecha o'tgan nimamda 100 ga kirgan boboni gapirib berdim. Qanday zirovi yuribdi, 100 da bo'lgan sog'lom, yosh yigitlardan zo'r. Shuning uchun agar sizlar shu bugunda mana aytilgan narsadan voz kechib, ovqatlanishlaringga to'g'ri e'tibor qilsalaring, shundan keyin o'zlaring nafaqat miya faoliyati, butun tana sog'lom bo'lib yuradi. Demak, voz kechadigan narsalarimizni eshitiga nimalardan voz kechishimizni. Birinchi o'sha shirinlik, ikkinchi ko'chadan energetiklar. Rangli suv, xullas olganda shunday ko'ringlar, rangi bo'lsa bo'ldi. Rangidan hammasidan voz kechinglar. Undan keyingisi nima? Trans yog'lari. Trans yog'lari o'sha fast foodlar yoki bo'lmasa chipslar, tez pishuvchi mahsulotlar, margarinlar yoki ona yog'lari. Mana nima emas, umuman olganda yog'lar. Do'konda sotilgan yog'lar. Bular hammasi marketing. Hammasi odamni o'ziga tortadigan, yana qayta sotib olish uchun bitta mahsulotni bunday qiladidan ichiga shirinlikni beradi. Shirinlikni bergan sari odamlar o'ziga qayta olaveradi, qayta yegisi kelaveradi. Kim yegisi kelmaydi shirinlikni qayta? Kim kola, Pepsi ichishga? Ular ichidagi mahsulot shundayda o'ziga tortadigan qilib qo'yadi. Shunday qilib odamni o'ldiradi, umrini qisqartiradi. Sekin nima bo'lib boshlaydi? Hayot tarzi qisqarib boshlaydi. Nimaga kasallik bular? Shu baraka topgunlar o'sha yeyotgan mahsulotlaring to'g'rilab, o'sha pulni borku boshqa narsaga yo'naltinglar, kelajaklaringga yuboringlar, sog'lom yashanglar, kasal bo'lmanglar. 20 kun banisida 10 kun uyda yurmanglar, kunlaring unday o'tmasin. Ya'ni sog'lom o'tsin, sog'lom o'tish uchun mana hozir aytgan ishlarni qilish kerak. Kimdadir mana shu men aytayotgan holatlar, charchash holatlari bo'layotgan bo'lsa, buni to'g'rilab beramiz. Mana yaqinda bittasi keldi-da, mana aytdim, o'tganda ham aytib o'tdikmi? Yaqinda ham keldi. Mana shu efirimizni ko'rdi-da, efirni ko'rgandan keyin sirazi hayot tarzini o'zgartiribdi, 10 kun bo'libdi-da. 10 kunda deydi, doktor deydi, men shunday ochildim deydi. O'sha energiyasini charchamayapman deydi. Avvalgidek o'sha uyqu bosish, charchash, o'sha holsizlik, lanjlik, o'sha depressiya, tushkunlik, misol uchun uydagi oiladagi bitta gap gapirsa, xo'jayini misol uchun ayol kishi yoki erkak kishi bo'lsa, bitta gap shunday gapirsa, birdan tutaqib ketib qolish, oddiygan aytganda asabiylashib ketib qolishi yoki bo'lmasa o'sha baqir-chaqir qilishi, hamma yer og'riq, bo'g'imlar, bel og'riqlari, bosh og'riqlari, umuman tiz og'riqlari keldi. O'sha 10 kun bo'ldi dedi. Doktor shunday yengil bo'lib qoldim dedi. Kepti, keyin ko'rib, yana internet kelib, yana nima qilay doktor dedi. Biz ozgincha tillanina bilan nima qildik, yana quvvatini uyg'otib, bir-ikkita giyohlar berib, o'sha oshqozon ichak tizimini yaxshiladik. Zo'r-da mana shu. Unday bemorlar juda ko'p. 1 yil oldin, 1,5 yil oldin kelib ketganlari mana telefonlashib turadi. Men zo'r yuribman deydi. O'zi kelmaydi, qarindoshlar kecha bitta otaxon olib ketdi, ayolini olib ketdi. 1 yildan beri zo'r energiyasi bo'lib turgan. Shunday o'zlaring kasal bo'lmanglar. Misol uchun ota-onasi ko'pchilik ota-onasi shunday charchab qolgan. Shu ota-onamga dedi, yedirtayin dedi, shirin narsalar beray, go'shtli narsalar beray, yog'li narsalar beray dedi. Lekin ota-onalaringni battar o'sha kasal qilib qo'yasizlar. Uning o'rniga borki, ota-onalaringni agar sog'lom qilib yuraman yoki o'zlaringda yoki bo'lsa qarindosh urug'larni sog'lom qilib yuraman desa, eng zo'ri boya men aytgan narsalarni olib borib beringlar. Yaxshi ovqatlantiringlar, ovqatlangandan keyin to'g'ri ovqatlantiringlar. Mana uglevodlar, to'g'ri uglevodlar yoki bo'lsa suyuqlik miqdorini yoki bo'lsa o'sha ovqatdan trans yog'larni yog'lardan omega yoki bo'lmasa avokado yog'lari, mana shunday yog'lardan olib borib iste'mol qildiringlar. Shunda ham quvvatsiz bo'layotgan bo'lsa, unda o'sha miyani quvvatini oshirib beradigan davo muolajasini qilsin, shunda yaxshi bo'lib ketadi.
Endi undan keyingisi qisqacha o'zlaring uchun to'g'rilab olishlaring mumkin. Nonish mana hamma kishi mana buni qilsa bo'ladi. Yoshi kattadan yosh bolagacha bemalol qilsa bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda ertalabki nonushtaga nima nima bo'lishiga suli yormalari yoki bo'lmasa sut, yong'oq, mayiz, rezavorlar. Mana yesa bo'ladi. Yo tuxumning oqi. Tuxumning oqi ertalab nonushtaga ikkita tuxumning oqini yenglar. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda suli yormalari yoki bo'lmasa iste'mol qilinglar. Abidga. Abidga nima qilib qo'yinglar? Men shuni iste'mol bu yerda non haqida gap ketmayapti. Non bu eng ziyon beruvchi mahsulotlar. O haqida ham to'xtalaman. Abidga nima qilishimiz kerak? O'sha go'sht mahsulotlar iste'mol qilganda qaynatma yenglar. Qaynatma yoki go'sht yeglaring kelib ketsa, go'shtni dimlab yenglar yoki baliq go'shti yoki bo'lmasa tovuq go'shti yoki bo'lmasa quyon go'shti. Men olganda davlinasi bor insonlarga faqat qo'y go'shtini tavsiya qilmayman. Ular sal baland bo'lib ketishi mumkin, lekin boshqa go'shtlar mumkin. Yoki bo'lmasa grichka tez hazm bo'ladi-da. Abitda uxlab qolmaysizlar, ishdan keyin charchab qolmaysizlar, lanja o'qilmaysizlar. Yoki bo'lmasa nimalar bor yana? Abitga sal to'yimli narsalar. O'sha grichka, suli yormasi, nimalar? Moshkichiralar. Mana shunday mahsulotlar iste'mol, oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilish kerak-da. Keyin yoniga ozgincha sabzavotlar. Sabzavotlarda ko'kat, ho'l mevalar iste'mol qilinglar. Shirinlik emas. Ko'pchilik ikkinchi ovqatga shirinlik iste'mol qiladi. Yo'q, bular kerak emas. Shirinlikdan voz keching. Mana shu mevalar yoki bo'lmasa o'sha ko'katlar, uzum bo'ladimi, yoki bo'lmasa o'sha olmalar bilan buning tarkibida ham glyukoza bor. Ular keraklicha organizmga so'riladi va yetarlicha yetib boradi. Eng suyuqlik sal ko'proq bo'lsin. Ko'kcha iste'mol qilsang bo'ladi. Keyin kechki ovqatga o'sha ko'proq sabzavotlar iste'mol qilinglar. Agar sabzavotlar iste'mol qilsalaring, yanada miya faoliyatlaring yaxshilanib boradi. Endi agar miya yanada yaxshi bo'lmoqchi bo'lsa, yanada miya faoliyati yaxshi ishlash uchun oltin qoida borda. Oltin qoida nima qilish kerak? Hozir sizlarga qisqacha aytib o'tdim. To'g'ri ovqatlanish, oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar berish, sekin ta'sir qiluvchi, sekin parchalanuvchi va uzoq vaqt davomida miyaga energiya berib turadigan uglevodlar iste'mol qilish kerak. Mana shu narsalarni iste'mol qilsalaring, Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Mana yaqinda yana bir praktikamni aytib o'taylik. Bitta insult olgan bemor keldi. Nima bo'ldi? Insult olgan bemor oyoq ishlamay qoldi, faqat oyoq. Bo'lgani bir 6 oy bo'ldi, oyoq ishlamay qoldi. Qo'lida ozgincha silabi bor. O'sha quvvati pasayib qolgan. Bir tomondan quvvat pasaygan. Nima uchun? Uni ham tushuntirib o'tamiz. O'sha bemor insult oldi, oyoq ishlamay qoldi. 3 oyda oyoqqa turg'izib yubordi, yurib ketdi. Mana hozirgacha kelib turadi, 6 oyda bir, 3 oyda bir ko'rinib ketadi, sog'lom bo'lib yuribdi. Chunki nima uchun? Boshida palapartish ovqatlangan. Men aytdim-ku, bilmaydi o'zi. Nima qilishimiz kerak? Yana parhezma deydi. O'zida 5 kunlik dunyoda yeb qolaylik deydi. Keladi-da 3 oyda bir yoki bo'lmasa 2 oyda bir kelib 10 kun 15 kuni bansida o'tadi. Chunki o'sha bemor insult oldi. Insult olgandan keyin o'sha lechina qildik, oyoqqa turg'izib berdik, yaxshi bo'lib yurib ketdi. Yurib ketgandan keyin ovqatlanishini to'g'riladi. Mana hozirgacha yaxshi sog'lom bo'lib yuribdi-da. Bu nimada? Negizida har bir narsaning negizida to'g'ri ovqatlanish turibdi. Miya quvvatini uyg'otishda ham bor-ku, miyani bor-ku uyg'otishimiz uchun agar mana ovqatlanishni to'g'rilasak, miya quvvat uyg'onadi. Hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Kasallik sizlarni chetlab o'tib ketadi. Shuning uchun to'g'ri nimaga amal qilamiz. Hali yana tushuntiramiz. Miya quvvatini uyg'otish uchun birinchi o'rinda ovqatlanishda keyin nima qilish kerak, nima mashqlar qilish kerak, qanday uyg'otish mumkin. Biz uchun bizda shunday programma qilingan, o'sha lechina olgandan keyin haqiqatan ham yillar davomida organizm energiyasini bo'lib yuradi. Miya so'lib qolmaydi, og'riq qiynamaydi, ich qotish qiynamaydi. Chunki bizning qiladigan ishimiz shu. Miya faoliyatini uyg'otib qo'yamiz, bo'ldi. Keyin uyga tavsiya berib yuboramiz.
Boshqa muammo yo'q, holatlar bo'lmaydi. Xo'p, keyin mana insult haqida gapirdim. Insult olishning sababi nima uchun miya quvvat tushib ketsa insult oladi? Tasavvur qilinglar, doimiy davlina baland bo'lsa, qon quyuq bo'lsa, qon yaxshi aylanmasa, glyukoza shirinliklarga mukkasidan ketib glyukoza ko'p bo'lsa, bular miya quvvatini tushirib yuboryaptimi? Miya quvvati tushdimi? Bu holat borku 4-5 yilda, 10 yil ichida bo'ladigan jarayon. Misol uchun men deydi bir kunda yaxshi yurdim, insult olib qoldim deydi. Nima uchun insult olib qoladi? Bu sizlar yillar davomida o'zingizga o'sha organizmda mana tomog'ingizdan tishingiz orqali o'tgan mahsulotning ne'mati bu insult. Har bir organizmga tushayotgan mahsulotning ne'mati. Agar sizlar shuni to'g'ri ovqatni organizm og'iz orqali kirganda kasallik bo'lmasdi. To'g'ri kirmadimi? O'sha sahr bo'ldi, insult bo'ldi, qon quyuq bo'ldi, yo'q, sahr bo'ldi, insult bo'ldi, qon quyuq bo'ldi, dalina bo'ldi. Buning hisobiga insult olib qoldi. Miya quvvati tushib yurdi, doimiy yillar davomida 1 yil, 2 yil, 3 yil, 5 yil davomida miya quvvati tushib yurdi. Miya quvvati tushgandan keyin falaj bo'lib qoldi, insult bo'lib qoldi. Mana kanalimizni kuzatib boring, yangi kirganlar bo'lsa ham aytib o'tamiz. Kuzatib borsangiz kun davomida tushirib boramiz. Misol uchun sizlarga mana hozir insultni qisqacha tushuntirib berdim. Insult olib kelishi o'sha surunkali yillar davomida davlina, sahr, stress, qon quyuqligi, kam harakat yoki bo'lmasa ovqatlanish noto'g'ri bo'lishi, xolesterin yuqori bo'lishi, bular miya quvvatini tushiryapti-da, insult olib kelyapti. Ertaga girjaga olib kelishini, girjaga olib keladimi? Albatta olib keladi. Miya quvvat tushishi yoki ovqatlanish. Falajlikka olib keladimi? Qo'l-oyoq falajlikka olib keladi. Ich qotishiga olib keladimi? Olib keladi. Chunki miya hamma narsani boshqaradi. Miya agar to'g'ri ishlab tursa, ichak peristaltika qisqarib turadi-da, impuls jo'natadi. Miyadan ichakka impuls jo'natadi, ovqatni pastga haydaydi. Ovqat pastga haydagandan keyin u nima bo'ladi? Kun davomida hazm qilib turadi. Shuning uchun agar miya impuls jo'natmasa, ichaklar slab harakatlanadi. Slab harakatlangandan keyin o'sha ich qotadi yoki bo'lsa lanj bo'ladi. Keyin ich qotgandan keyin o't qopida dimlanish bo'ladi. O't qopida dimlanish bo'ldimi, boshqa holatlar olib keladi. Yoki bo'lsa o'sha stresslar, tushkunliklarda bo'lsa, miya nimada oshqozon kislotalik oshib ketsa, bunda ham kislotalik baland bo'lgandan keyin bunda ham ich qotishiga olib keladi. Tushundingizmi? Shuning uchun nima qilish kerak? Miyani faoliyatini oshirish uchun sekin-sekin kuzatib borsalaring, yanada tushuncha berib o'tamiz. Mana bu bemorlarda bizlar kelgan bemorlarimizda programma qilib qo'yamiz. Quvvatini oshiradigan qilib qo'yamiz. Mana sizlarga tavsiya ham beryapmiz, uyda qilib turadigan holatlar, nimalar qilishimiz kerak. Undan tashqari o'sha bizni kuzatayotgan bemorlarimiz orasida davolanib ketgani ham bo'lsa kerak. Davolanib ketganlari ham biladi o'zi qanaqa energetini sog'lom bo'lib yuribdi. Og'riqlardan kimdir girja bilan kelgani bor, har xil kasalliklar bilan kelgan. Yuzi qiyshayib qolgani bor yoki insult olib qolgani bor. Ularni ham nima qilamiz? Girjani davolaysizmi deb o'sha girja bilan davolanadi, insult bilan davolanadi bizda o'sha ich qotishi, shu kasalliklar bilan oshqozon ichakda muammolar bo'ladi yoki bo'lsa bo'g'imlarda muammolar bo'ladi. Bular bilan davolab kelyapti va davolanib ketgan bemorlar kuzatadigan bo'lsa, yozsin, o'zlari biladi qanday organizm yaxshi yuribdi. Bu odam o'ziga bog'liq, mana bu qismga bog'liqda. Agar mana shu narsani to'g'rilasak bizlar, o'sha miya faoliyatimiz quvvatini uyg'otsak, miyani faoliyatini yaxshilasak, odam sog'lom bo'ladi. O'sha sekin-sekin mana qisman sizlarga hozir ma'lumot berdik, yanada kundan kunga chuqur ma'lumot berib boramiz. Deyarli har kuni yoki bo'lsa o'sha kunora ma'lumot berib boramiz. Nima qilishimiz kerakligi uchun. Albatta quvvatni oshirsak, juda ham yaxshi bo'ladi, sog'lom bo'lib yurasizlar. Xo'p, bo'lgandan keyin narkoz urgan joy albatta og'riydi. Operatsiyadan keyin narkoz urgan joy og'riydi. Nima qilish kerak? Mana bugun bitta qiz keldi, 3 marta narkoz olgan ekan, belda girja nimasi bo'lib turib,
o'sha kesirva bo'lgan payti 3 marta narkoz qilgan, joyimda qattiq og'riq deydi. Alhamdulillah o'sha bundaylar ko'p kelgan. Bunda o'sha girja bilan bog'liq o'sha narkozdan keyingi og'riqlar bilan kelgan ko'p kelgan. Uni o'sha to'g'ri lichina qilsa, xudo xolasa, unaqa muammo bo'lmaydi, qiynamaydi, xo'p. Ya'ni o'sha narkozdan keyingi og'riqlar muammo bo'lmaydi. Oyoq, cherepni gipertenziya chiqdi menda 92. Ha, cherepda gipertenziya chiqqan bo'lsa hech narsa qilmaydi u. Davleniya ya'ni cherepni gipertenziya deydi, cherepni davleniya deydi. U qanday bo'ladi? Cherepni davleniyaning simptomi ikkala ko'z joyidan chiqqidek og'riq bo'ladimi? Ko'zga beruvchi og'riq bo'ladi, qattiq og'riq bo'ladi, ko'z qizarib ketadi. Ko'ngil aynish qayt qiladi. Bu haqiqiy cherepni davleniyaniki. Sizda endi gripp bo'lsa, hozir bo'lsa, bosh og'rigan bo'lsa, bir ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Bu muammo emas u. Ko'tarildi degani emas. Xo'p. Yana 9 oy oldin bosh miya travmasidan so'ng epidural gematom olib tashlandi. Doktor, bu holatda epilepsiya xavfi qancha vaqt yuqori bo'ladi? Vaqtda yo'qadi. Aha. Epilepsiya xavfi vaqtda yo'qoladi. Agar sizda mana shu travmadan keyin epidural bo'shlig'i bo'lsa, bu qattiq badanning yuqori qismida o'sha nimadan qonni olib tashlanib, o'sha yerda baram chandiq bo'lib, miya qisman ta'sirlangani uchun 9 oy bo'libdi. O'sha epilepsiyaga qarshi mahsulotlarni bergandan keyin o'sha miyadagi chandiqlarni so'riltiruvchi mahsulotlarni ham buyurish kerak. Misol uchun 3 oyda, 6 oyda, 1 yil davomida o'sha miyadagi chandiqni so'riltirishimiz ham kerak. So'rilgandan keyin bu holatlar ba'zi bemorlarda 3 yilgacha 3 yil ichida sudurgi holati kuzatilmasa, miyadagi o'sha chandiqlarni so'dirib yuborsa, batamom qutulib ketiladi. 3 yil, 3,5 yil ichida. Undan oldin yaxshi bo'lib miyada o'sha sudurgi bermayapti, zo'r bo'layapti, o'sha preparatlarni vrach nazoratiz to'xtatib qo'yib yoki bo'lsa miyadagi o'sha chandiqni so'riltiruvchi mahsulotlar olmasangiz, qaytalash ehtimoli oshishi mumkin. Xo'p, tizzamda og'riq kuchli doktor. Tizza og'rig'i bo'lsa, lichina qilish kerak. Tizza og'rig'i nimadan beradi ko'proq? Tuz yig'ilishi mumkin, yemirilishi mumkin, suv yig'ilishi mumkin va hokazo. Kalsiy yaxshi yetib bormamosh mumkin. Tashlang. Yoshim 59, qizib sovib ketyapman, yuragim tez urib ketadi. Bu bu yerda borki, o'sha sizda miya quvvatining faoliyati qizib ketadi, muzab ketadi, o'ynayapti-da. Miya quvvati bir tushib ketib qolyapti, bir ko'tarilib ketyapti. Uy sharoitida nima qilib yurish kerak? Asabiylashmang, siqilmang, bu vaqtchalik holat. Misol uchun o'tib ketadigan holatlar. Bular og'ir holat emas. Imkoni bo'lsa, lavanda, valerianka nimalar o'tlari bor, shunday damlab ichib turing uyda. Agar shunday ham o'tmayotgan bo'lsa, unda bu igna refleksiya terapiya bilan zo'r yordam beradi. Xuddi sizda bemor keldi 55 yoshlarda, bir qizib, bir muzlaydi, muzlab ketib qoladi, qizib ketib qoladi, yurak tez urib, xuddi o'lib qoladigandek bo'lib, narsa mana bu yerga tiqiladi, narsa tiqilib vahima bo'lib qoladi. Shunday ko'chaga chiqib ketish holat bo'ladi. Ustiga ko'rpa o'ranib o'tganimizda ko'rpalarni ochib tashlash. Mana shunaqa holat bo'lgan o'sha bemorimizda. Bo'lgandan keyin sirazi o'sha bemor keldi. Bir kurs lichinasini qildik, programmasini tuzib berdik. O'sha nima qiladigan, to'g'ri ovqatlanadigan va uyda nima qilib turish programmasini tuzib berdik. Yaxshi bo'lib ketdi bemorimiz, alhamdulillah. U hammasi o'tkinchi holat, vaqtinchalik nima qilsa bo'ladi. Jig'ildonim qaynaydi, nima qilsa. Xo'p, ko'p jig'ildon qaynashi nimadan bo'lishi mumkin? Ko'p jig'ildon qaynashi birinchi o'rinda o't qopida muammolar bo'lsa, birinchi holat. Ikkinchisi, oshqozon kislotaligi baland bo'lsa, uchinchisi, o't qopidagi suyuqlik oshqozonga tushaversa, og'izda achchiq ta'm bo'ladi, izyoga bo'ladi. To'rtinchisi, to'g'ri ovqatlanmaslikdan. Sizlarga to'g'ri ovqatlanishda ham ma'lumot berib o'tyapman-ku. Shuni qiling bo'ldi. Sizga kerak emas ortiqcha narsa. Nimaga jig'ildon qaynaydi? Misol uchun sho'r narsani yeb turib, xamirli narsani, ovqatni yeb turib yoki bo'lmasa shirinlikni yeb turib jig'ildon qaynaydi. Albatta qaynaydi. Qaynaydi, uning uchun birinchi ovqatlanishni to'g'ri qilish kerak. Ovqatlanishni to'g'ri qilganingizda hammasi sizga tushib ketadi. Oramizni kuzatayotganning deyarli bir 30-40% jigarni yog' bosib ketgan. Ko'pchiligida jigar yog' bosib bor. Birinchi agar jigardagi yog' faoliyati bo'lsa, bu miya quvvatini tushirib yuboradi.
Jigarda yog' bosmi, jigar tiqilib qoldimi muammo. Miya quvvati tushib ketadi. Agar miya quvvatini uyg'otmoqchi bo'lsalar, jigardagi yog'dan voz kechish kerak. Nima qilish kerak? Hech qanday dori-darmonlar buyurmayman sizlarga. Faqat to'g'ri ovqatlanish qilib turinglar bo'ldi. Mana tavsiya qildim ovqatlanishlardan. Mana kanalda kuzatib boringlarda ma'lumot berib qo'yaman. Shularni qilsalaring jigarlar yog'lari erib ketadi. Jigarda muammo bo'lmaydi. Iloji boricha jigar yog' bosyaptimi, xamirli ovqatlardan, nondan voz keching. Shirinliklardan voz keching. Bular birinchi o'rinda jigarni yog'ga to'yintiradi narsa. Jigar qancha yog' bosish ko'payib ketaversa, shuncha miya quvvati tushib ketadi. Miya quvvati tushib ketdimi, bu boshqa kasalliklarga, insult, infarkt yoki bo'lmasa oshqozon-chakdagi muammolarga olib keladi. Chunki ko'pchilik bilmaydi-da sababi. Mana shu ichkarida yog'lar to'planib ketadi, jigarda oshqozoncha yog'lar to'planyaptimi? To'g'ri ovqatlanmayaptimi? Miya ham quvvati susayib ketib qoladi. Shuning uchun to'g'ri nima qilamiz? Insultdan keyin, qabziyatdan keyin albatta insultda borki, mana insult olgan insonlarda ham bir tomondan falaj bo'ladi, ham qabziyatdan qiynaladi-da. Bu yerda nima sabab bo'ladi? O'sha miyadan impuls yaxshi kelmayapti. Birinchidan qo'li ishlamayotganiga, insult degani yoki bo'lmasa bosh aylanish bilan yoki bo'lmasa nima. Ikkinchidan harakat kam bo'ladi. Harakat kam bo'lgani uchun miyada impuls yaxshi kelmagani uchun ichaklari ishlamayapti, qotib qolyapti. Buni to'g'rilash kerak. Agar miyani uyg'otib bersak, impulslarni yaxshilab bersak, o'sha bemorlar qutuladi, bu holatdan yaxshi bo'lib ketadi. Hozircha xayrlashamiz, sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz. Bizlar o'sha Instagram kanalda, YouTube kanalda har kuni ma'lumot berib boramiz. Undan tashqari Telegram kanalimiz bor, Doktor Boysunov Telegram kanali. Bemalol kirib, o'zlaring qisqacha savollar bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin. Telefon nomerni pastda qoldiramiz. Savollaringiz bo'lsa telefondan, Telegramdan yozib yoki telefon qilib bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Telefon nomerlarimiz mana efirda ham qisqachadak 91lik 213 0340. Mana anoding tagida aytib o'tib ketamiz. Nimada efirning tagida nimani saqlantirib qo'yaman, tagida yozib tashlab ketamiz. Bemalol murojaat qilaversalaring bo'ladi. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.